powerlarni deyman, zo'r deyman, sadaqai joriyasi bor deyman. Nima deydi ular? Bizga kelib yeyotgan mijoz, aytaylik pulini to'ladi, pizzasini zakaz qildi, oldi, yedi, ketdi, to'g'rimi? Shu narsani zo'r qilib, to'g'ri qilib, aynimagan narsa bilan yoki yaxshi mahsulotni, sifatli mahsulotni pishirib berish bu bir yo'li. Ham bundoq qilib pishirib berish ham bir yo'li. Haligi mijozini bilmaydi yeb o'tirgan odam. Tushunasizmi? Lekin pasta powerlar uni chotki qilib berganda, u o'ziga bir qanaqadir savob oladi. Tushunasizmi? Uni hech kim bilmaydi, men ham bilmayman. Klient ham bilmaydi, boshqa faqatgina power o'zi biladi. Uni o'zini vijdoniga qo'yadi. Sababi mana mahsulotni chotki qilib bersangina bu ish ishlaydi. Men shunga ishonaman. Va bu ishlaydigan narsa, bilasizmi? Bu uzoq muddatda bu Xudo xolasa o'z natijasini beradi. Baribir ham odamlar bu bitta keladi, ikkita keladi, 10 ta keladi, 20 ta keladi, keyin tushunib yetadi. Bu deydi, mana bu deydi sifat bor ekan. Har gal kelsang mijoz toza, har gal kelsang mijozda sifat mana shunaqa. Tegi sir 100 ming bo'lsa ham narx shunaqa ekan dedi, 200 ming bo'lsa ham shunaqa ekan. To'g'ri, boshqalarning sal qimmatroq, lekin sifat biz uchun